Hozircha mana hamma otalar ham shunday bo'lsa kerak. Masalan, meni otam biz bilan uncha gaplashayotmaydi-da, lekin o'sha kuni gaplashyapti-da men bilan. Qandaysan? Ichkariga nafas olib gapirib ko'rganmisiz? Qandaysan dedi. Yaxshi dedi. Nima qilibsan dedi. İşte maylis bo'lib qoldi. Kechga qoldim. Sen qachon odam bo'lasan? Deydi. Shu akam sotgan ha. Bu telefon qilgan bu. Mirjalol bordimi? Yo'q, u telefon qilgan bu, sotgan bu. Yo'q ota. Qachon odam bo'lasan sen? Ha ota. Ha, olgan narsang olgan joyingda qolib ketadi. Ishlatgan narsang ishlatgan joyingda qolib ketadi. Olana ketmon joyga olib qo'y dedi. Ketmonmi dedi? Ha, bo'ldi olib qo'yamiz joyga. Bunday qarasam 3 ta ketmon turibdi-da. Yo 2 ta. Yo 3. Короче, bir ta ketmonlar turibdi-da shu yerda. Shuni olib qo'yishim kerak. Shuna bordim-da. Adashdim-da. Mirjalol bu yoqqa qani dedi. Yoqqa dedi. Ha. Ichib keldingmi dedi. Maylis qayerda bo'ldi? Ninada bo'lgan bo'lsa kerak a? Shudachi? Shudachi? Shuda dedi. Girtkinashtikmi dedi. Men ham katta erkak bo'lib qoldim-ku. Oilam bola chaqam bor dedi. Va bir piyola aroq bilan odamlar qancha ish bitib ketyapti dedi. Ko'p ichmadim, zaksga qo'yib nima qilib qildim? Shuda deyapman. Menga qarab dedi. Keyin birdaniga bilmayman nima bo'ldi, zulmat bo'lib qoldi. Keyin nima ko'zimni ochdim. Ikkinchisi ochilmadimi yo ocholmadimmi?